Hammaga assalomu alaykum do'stlar, tuzukmisizlar, charchamayapsizlarmi? Xudo xolasa men ko'rib turgan oz fursat qoldi, inshaalloh. Уже mana dekabrda topshirilgan shofyorlarimizga уже подтверждение kelyapti, inshaalloh. Подтверждение kelyapti. Endi haqiqat ozgina sabr qilib tursak, inshaalloh mana 15 dan keyin xudo xolasa o'zim do'stlar qayerda ochildi, nima qildi, hammasini tushuntirib o'taman. Ozgina sabr qilsak bo'ldi o'zi. 1-2 kun qoldi, unaqa ko'p vaqt qolmadi inshaalloh. Hammaga shuni do'stlikni shunda ochadi, bo'ldi. Uzoq endi bunda patolog taqalganda yana 2 oy bor. Полный stabilni hammaga bir kunda ochilib ketaveradigan do'stlikka yana bir 2 oy bor vaqt. Inshaalloh shu do'stlik ochilishi bilan qatga nima qilishini xudo xolasa Telegramda qo'yaman. Telegram o'zim ham charchadim, to'g'risi aytsam. Bir kunda qancha odam telefon qiladi, qanchasi Telegramdan yozadi. Bularga tushuntirib o'zimda kuchayam qolmadi, to'g'risi. Men qilaman sizlarga yolg'on ma'lumotlarni berib, xudo xolasa hammasi shu Telegram kanalimda bo'ladi. Hozir buni bu videoni xudo xolasa istoriyaga qo'yaman, istoriyada silka qoldirib yozib qo'yadilar. Или lechkamga o'tib turib SMS yozinglar, men sizlarga silkasini tashlab beraman. Hammangizga bayramingiz muborak bo'lsin birinchi o'rinda. Yurtimiz tinch bo'lsin, farovon bo'lsin, xudo xolasa hammamiz qilgan niyatlarimizga erishaylik do'stlar. Обязательно shu Instagram kanalimga o'tib подписка bosib qo'yinglar, kommentariyaga like, подписка, kommentariy обязательно. Xudo xolasa ozgina fursatda hammaga do'stlik ochiladi inshaalloh. Tushunganingiz uchun rahmat. Ayrim bir blogerlar o'zlari biladi. Bundan oldingi videolarni qo'yilgan. Xudo xolasa yana yaqinda yangi zo'r videom chiqadi inshaalloh. Sog' bo'linglar do'stlar.